أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد biz dersimizde aldığımız mezmunlarda birinci babınınki birinci mebhası hadislarni ravilarninki turuqlarınınki adad itibarı yani ravilarning son itibarı bilan üçkü bölgen birisi meşhur, birisi aziz, birisi garip deb. Ondan keyin bugungi darsimizda kitabımızdaki birinci babınınki ikkinchi mabhas, ya'ni xabar ahadlarni quvvat va da'fihi itibarı bilan taqsim qilish, bilish mazmuniga kelgan, yani aciz kuchlilik nuqtasidan. Endi biz darsni boshlashdan ilgirgi darslerimizga o'xshash avval biz o'qimoqchi bo'lgan shu kitobimizning birinchi bobi mustalah qismini umumyuzlik bir xulosalab bo'lgandan keyin darsni boshlaymiz. Biz burundan tortib deb ko'rayotgandek hadis cho'ng jihatdan ikkiga bo'linadi. Birisi xabar ahad, yana birisi xabar mutawatir deb. Xabar mutawatir hadis deganimiz ko'p sonliq raviylar rivoyat qilgan bo'lib, odatda ularningki yalğanğa birleşverishi mahal bo'ladigan holatda yoki mahal bo'ladigan sondagi ko'p sonliq kishilar rivoyat qilgan hadisni hadis mutawatir deb ta'rif qilib o'tdik. Hadis mutawatir ikkiga bo'linadigan bo'ldi, labziy va ma'naviy, va hadis mutawatir bizningki hozir o'qiyotgan mustalah fanimizningki asos temasi emas deb biz ilgari izohlab o'tgan. Ondan keyin xabar ahadninki yo'llarining son itibarı bilan xabar ahadni 3 ga bo'lgan bo'ldik. Birisi mashhur, yana birisi aziz, yana birisi g'arib. Mashhur deganimiz sanatning tabaqatlarining har tabaqatida 3 yoki 3 dan ko'p ravi bo'lgan hadisi mashhur deb atadik. Sanatning tabaqatlaridagi eng oz son 2 dan oz qolmagan, ya'ni eng aqalli ravining soni 2 bo'lgan hadislarni biz hadisi aziz deb atadik. Sanatning tabaqatlaridagi qaysi bir tabaqatda olsun eng oz son 1 bo'lib qolgan. Mayli qaysi tabaqatda olsun, garchi boshqa tabaqatlarda ko'p bo'lsa-mu, ammo eng oz son 1 bo'lib qolgan hadisni hadis g'arib deb o'tdik va bularning tafsiriy ahvolini biz oldingi soatlik darsda so'zlab o'tgan. Ondan keyin hadisni ojizlik, kuchlilik e'tibori bilan ikkiga bo'lgan to'q, hadis mardud, hadisi maqbul deb. Maqbul hadislarni sahih, hasan deb ikkiga bo'ldik. Sahih hadis deganimiz unda 5 shart topilgan hadis degan to'q. Birisi sanad isnad bo'lish, muttasil bo'lish, ikkinchisi raviylari adolatlikini, adil bo'lish, uchinchisi raviylarining zabtisi to'liq bo'lish, to'rtinchisi shu hadisda shuzuzlik olmaslik, beshinchisi illat olmaslik deb mushu 5 xil shart topilgan hadisni biz hadis sahih hadis degan. Mushu 5 xil shartning ichidagi zabtisi to'liq bo'lish degan shart sal yengil bo'lib qolsa, zabtisi yengil bo'lib qolsa buni biz hasan hadis degan. Demek yukarıdaki 5 şart hadisning o'zida topilib qolsa buni hadis sahih li zatihi degan, boshqa sirtqi omillar yoki sirtqi kuchlantiruvchi ma'lum bir yo'llar bilan kuchlanib shu 5 shart hozirlangan bo'lsa buni sahih li g'ayri degan. Hasan hadismi o'xshashlar shu hozirlanib tegishli shartlar o'zida hozirlangan bo'lsa hasan li zatihi degan. Agar bu shartlar o'zida hozirlanmay sirtqi ma'lum bir yo'llarningki kuchaytirishi bilan ko'paytirishi bilan asl zaybati bo'lib qolsa-mu, ammo hasanlik darajasiga yetkazilgan bo'lsa buni hasan li g'ayrihi degan taqdirning tafsiloti kamidoq. Ondan keyin shu hasan sahih hadislarni biz amal qilinmaslik nuqtasidan ma'mulun bih, g'ayri ma'mulun bih deb ikkiga bo'ldik. Yana bu ma'mulun bih, g'ayri ma'mulun bih degan nuqtalardan muhkamul hadis, muxtaliful hadis, nasix hadis, mansux hadis deb 4 ga bo'lindi. Bularningki amal qilinadigan muhkamul hadis amal qilinadi. Muxtaliful hadisningki maslash to'g'ri o'zaro yoki tarjih qilib bo'lganga amal qilinadi, tarjih qilingan yoki maslash to'g'ri bo'lmaganga amal qilinmaydi. Nasih mansux hadisningki nasih hadisga amal qilishga bo'ladi, mansux hadisga amal qilishga bo'lmaydi. Ondan keyin biz bayat hadisni ikkiga bo'lgan to'qamasmi? Birisi maqbul, birisi mardud deb. Mardud hadisningki rad qilinish sababini 2 nuqtaga markazlashtirgan to'q. Birisi saqtu minal isnad sabablik hadis rad qilinadi, yana birisi ta'nun fir rawi sabablik hadis rad qilinadi. Saqtu minal isnadga saqti, ya'ni tushib ketish, raviylarning bir tabaqatli raviyning tushib ketishi 2 xil bo'ladi. Saqti zohir, saqti xafiy deb.
Saqti zahiridan 4 turlik hadis chiqadi. Muallaq, muazzal, mursal, ondan keyin munqati. Saqti xafidan 4 turlik hadis chiqadi. Mudallas, mursal xafi, muan'an, mu'an'an deb. Ondan keyin ta'nun firrawi ikki o'rinda ta'nuludu. Birisi ravining adolatidan taqvoliqida ayb bo'ladi. Yana birisi hifzistik ayb bo'ladi. Taqvoliqdagi 5 turlik ayb bo'ladi. Masalan, uning yani kazib deb kizib bo'lganlik uchun yoki kizib bilan ittihom qilib ayblanganlik uchun yoki fisq bo'lganlik uchun yoki bid'atchi bo'lganlik uchun yoki uning ahvolininki bizga nisbatan notunish jaholat bo'lganlik, jaholat ravi deb qo'yamiz. 5 turlik ayb, buning adolatidagi ayb bo'ladi. Uning masalan su'ul hifz, kasratul avham, g'afla, muxolafatul thiqat qatorliq ma 5 ayb uning zabtdagi ayb bo'ladi. Mushu adolatidagi zabtdagi ayblardan hammasidan birikib, masalan munkar hadislar, mavdu hadislar, matruk hadislar, maqlub, al-madid fi mutasil al-asanid, al-mudraj qatorliq 10 turlik zaif hadis chiqadi. Bu biz o'qimoqchi bo'lgan mush kitobimizning birinchi bobi, ya'ni mustalah qisminingki umumiy xulosasi. Biz ham kitobni amaliy o'qib dastlabda darslik kitobning beshida muhim bu sohadagi muhim asarlarni o'qib o'tdik. Undan keyin ta'rifat avvaliyani o'qib o'tdik. Undan keyin kitobning birinchi bobiga kelib, kitobning birinchi bobidagi xabar ahadlar, xabar mutawatirni va xabar ahadlarning tafsiloti. Undan keyin xabar mutawatirning taqsimoti, xabar ahadning raviylarining soni e'tibori bilan mashhur, aziz, g'arib deb ikkiga bo'lingan ma'nolarni o'qib o'tdik. Endi bugungi darsimizda al-mabhasus thani, ya'ni birinchi bobningki ikkinchi mabhasi, ikkinchi bahsi, ya'ni ikkinchi paragrafi, ikkinchi bobi xabar ahadni uning quvvat va da'figa nisbatan taqsimlash. Yana xabar vahidlarni uning kuch yoki ojizlik qarab turib qana qilish, bilish. Yanqasimu xabarul ahad min mashhur va aziz va g'arib. بالنسبة إلى قوته وضعفه إلى قسمين هما ألف مقبول با mardud. Yani xabar ahadlar meyli biz yuqorida tunishtirgan mashhur olsun yoki g'arib bo'lsin yoki aziz olsun, uning kuch yoki ojizligi, kuchlilik yoki ojizligiga nisbatan ikki qismga bo'linadi. Bu ikki qism, birinchisi maqbul deymiz, ikkinchisi asla qarasak mardud deymiz. Maqbul degan nima desa, shu hadisni xabar qiluvchining rostligiga rojih bo'lgan, tarjihlangan, kuchli bo'lgan hadisni deymiz. Buning hukmi amal qilishning vujubligi, hujjat qilishning vujubligi degani bunda hadislar keskin amal qilib. Buni biz sahih deb qaraymiz. Mardud hadis deganimiz nima desa, shu hadisni xabar qiluvchining rostligi kuchlanmagan, tashish orqali hadisning sahihlik tarafi ojiz, zaiflik tarafi kuchli bo'lib qolgan. Buning hukmi hujjat qilinmaydi, amal qilish ham vojib emas. Lekin va likullin minal maqbul val mardud aqsam. Yuqoridagi maqbulning va mardudning o'zgarishli qismlari va tafsilotlari va biz uni inshaalloh mustaqil ikki matlab, ya'ni ikki kichik bobda so'zlaymiz. Al-matlabul avval, birinchi kichik bob al-xabarul maqbul. Biz bayatni xabar ahadni ikkiga bo'lib tuqamasmi? Maqbul hadis va mardud hadis deb. Biz xulosasiga vaqtimiz shu bo'yicha xulosalayapmiz. Maqbul hadis buningda ikki maqsad degan ikki kichik paragraf bor. Al-maqsadul avval, birinchi paragrafda maqbul hadisning qismlari, ikkinchi paragrafda maqbul hadisni ma'mulun bih va g'ayri ma'mulun bih deb taqsim qilish. Amaliyat o'quvchilarimiz mushar qitim darsining 5ida biz sizlarga darsni xulosalab beryapmizga, shu xulosaga obdan diqqat qilsanglar, har mazmun amaliyotda shu xulosada chiqib bo'lgan bo'ladi. Biz faqat kitob orqali shu xulosalanib bo'lgan mazmunlarni bir-birlab sizlarga tushuntiryapmizda. Anos kelayli al-maqsadul avval, birinchi maqsad maqbul hadisning qismlariga kelsak, maqbul hadis uning martabalarining farqlariga qarab cho'ng ikki qism bo'linadi, bo'lsa-mu sahih va nimo hasan. Bulardan hamda kullu minha shu yuqoridagi hadislardan har biri tarmoq ikki qism bo'linadi, ya'ni li zati li g'ayrihi. Andog'anda maqbul hadisning qismlari oxirida 4 qism bo'lib to'xtadi. Sahih li zatihi, sahihun li g'ayrihi, hasan li zatihi, hasanun li g'ayrihi deb va ilaykal bahs fi hadhihi al-aqsam tafsilan tuanda sizga ma qismlarning tafsili ahvollarini huzuringizga qana qilamiz, sunamiz. Diqqat qilaylik bo'lsa. Birinchisi sahihdan kelaylik. Sahihning ta'rifatiga kelsak, lug'atan sahihning lug'at jihatidagi ta'rifati, sahih deganimiz ziddu saqim deydi. Kasalning ziddi. Lug'atni biz Uyg'ur tushuntirsak, ya'ni saq degan gap, sog'lom degan gap. Asli bu odamning alaqa jismidagi
jismidagi saqlik yoki kasallikdagi qatorliq manda hukmlar ishlatiladi. Endi bu so'zga ishlatilgan vaqtda ko'chma ma'nosi bo'ladi. Asli so'z degan kasal bo'lmaydi, saqlanmaydi, ammo so'zning yoki bir cümleningki yoki bundayligi so'z xarakteridagi narsalarningki sog'lom bo'lganligi, sog'lom bo'lmaganligi, ya'ni ma'nosining to'g'ri xato bo'lganligi e'tiborini majaz nuqtasidan ishlatiladi. Shunda aytadi, bu jismlarda haqiqat degani bu so'z aslida jismda ishlatiladigan so'z. So'zda majaz degan asli ko'chma ma'nosi, asli haqiqat majaz jismda ishlatiladi, lekin so'z bunda jumla, masalan, shu payg'ambarlarning so'zlari hadislarda masalan majoziy shaklda ishlatiladi va qolgan ma'nolarda. Istiloh nuqtasidan diqqat qilinglar, sahiyninki bashar tadqiqo, ma'rifatning o'zidan biz basharni chiqaramiz. Istiloh nuqtasidan sahih degan qanday hadis desa, mattasala sanaduhu birinchi shart. Shundoq bir hadisga, meniki hadisni ko'rsatdi. Shundoq bir hadisga ittasala sanaduhu, ya'ni sanadi, isnodi muttasil bo'lgan. Degani hadisni rivoyat qilgan raviydan tortib ta payg'ambar alayhisalom ulashganga qadar tabaqatning hech qaysida uzuklik bo'lmagan. Masalan, Imom Buxoriy o'zining ustozidan anglagan, o tabiindan anglagan, o tabiindan anglagan, o sahobadan anglagan, o Rasulullohdan anglagan bo'lib, har bir tabaqatda raviylar ulashib, birisi-birisiga bog'lanib kelgan uzuklik bo'lmagan hadisni sahih hadis deymiz. Bu birinchi shart. Ya'ni sahih hadisning birinchi sharti ittisol sanadihi, ya'ni sanadining muttasil bo'lishi. Adil ravilarning naql qilishlarini ikkinchi sharti ravilar adil bo'lishi kerak. Sal turib bu adillik degan nima, buni tushuntiramiz. Dabit degani adil va astush qobiliyati sog'lom bo'lgan. Dabit degani bir narsalarni muqimlab saqlay oladigan, tuta oladigan degan gapchi. Astush qobiliyati sog'lom bo'lgan. Mana uchinchi shart. Andaganda dabtse, ya'ni astush qobiliyati sog'lom bo'lishi kerak. O'zga o'xshash ravidan shu sanatning oxirigacha degani har bir ravi, muallifdan Rasulullohga bo'lgan har bir ravi bir-birisiga o'xshash adil ham zabit bo'lishi kerak. Necha chiqib bo'ldi? 3 chiqib bo'ldi. Min g'ayri shuzuz degani hadisda shuzuzlik olmasdan degani hadis o'zidan ishonchliroq hadisga zid kelmagan bo'lishi kerak. Va illat olmaski hadisda yushrun hadisning sahihligiga ta'sir o'tkazadigan illat olmasdan yuqoridagidek bo'lgan hadisni biz sahih hadis qaytarib beraylik. İstilah jihatda, istilah nuqtasidan sahih hadis degan nima desa, shundoq bir hadiski isnodi muttasil bo'lgan. Adil, dabit ravilarning naql qilishidan, ya'ni o'ziga o'xshash adil dabitlardan ta sanadning oxirigacha shuzuz olmasdan, illat olmasdan rivoyat qilingan hadisni sahih hadis deymiz. Endi yuqoridagi ta'rifatning izohatiga kelsak, yuqoridagi ta'rifat hadisning sahih bo'lishi uchun to'liqlanish zarur bo'lgan bir qancha ishlarni o'z ichiga olgan bo'ladi. Mana shu vaqtda yuqoridagi ta'rifatning sahih hadisning sharti chiqadi. Mana ma ishlar tuvandagi 5 turlik ish. Bayatimiz xulosaldik, shunda bo'lsa. Birinchisi ittisolus sanad bo'lish. Asta qaranglar. Ikkinchisi adalatur ruvat bo'lish, ravilarning adil bo'lishi. Uchinchisi zabtur ruvatga ravilarning astish qobiliyatining sog'lom bo'lishi yoki hadisni turaqlab muqimlashtira olishi. Muqimlashtirish sal turib bayon qilamiz, ikki xil bo'ldi. Ya kallasda asutib muqimlashtirishi yoki qalam bilan muqimlashtirishi. Adami shuzuz, hadis shaz olmaslik degani hadis o'zidan ishonchliroq hadisga zid olmaslik. To'rtinchisi illat olmaslik. Ya'ni hadisninki sahihligiga ta'sir o'tkazadigan yushrun, tutuq bir illat, yushrun tutuq bo'lgan bir illat tepilmasligi kerak. Andaganda 5 shart tepilsa, hadisning bo'g'ayi sahih bo'lg'aydi. Andaganda biz yuqoridagi 5 shartni bir-birlab tushunib kelaylik. İttisalu sanad deganning ma'nosi nima desa, ittisalu sanad deganning ma'nosi hadisning raviylaridan har ravi hadisni o'zining ustundagi odamdan bevosita olgan bo'lishi kerak. Degani uzuk olmaslik kerak. Bu hadisni palani bugundan anglab tikan deb qo'yasiz bo'lmaydi. Xuddi u palandan anglamagandekla o'tirdi bir odam bordek, bugundan anglab tikan desa, sen buni anglamagan degan bir savol chiqadi u yerda. Ya'ni isnodning avvalidan tortib oxirigacha isnodda uzilish olmaslik kerak. Bu birinchi shart. Ikkinchi shart, ravilarning adil bo'lishi degani 5 xil shart tepiladi adil bo'lishda. Ya'ni shu hadisning raviylaridan har ravi uning musulmon bo'lishi. Birinchi shart adolatning birinchi sharti musulmon bo'lish. Do'stga qarab baqsanglar bo'ladi. Ikkinchisi balog'at ketgan bo'lish. Uchinchisi aqli sog'lom, aql degani majnun yoki ma'tu olmaslik. To'rtinchisi past qolmaslikka taqvo bo'lish. Ya'ni past qolmaslikni harom ishlar bilan shug'ullangan odam bo'lmaslik kerak.
Beşincisi ademiyetlikni buzub etmegenligini cemiyetdeki normal ictimai cemiyetning qoida prinsiplarini, kishilik qoida prinsiplarini buzmaydigan odam bo'lishi kerak. Agar kishilik qoida prinsiplarini buzgan odam bo'lib qolsa, bunday odamning hadisi yana bu odamning odil bo'lmaganligi tufayli ilinmaydi. Bu kishilik qoida prinsipini buzmaganligini jamiyatda bir tartib bor, kishilik tartib bor. Normal odamlar mushu tartibni buzishdan xijil qilib hayo qiladi. Ammo bir xil kishilarning ayblashini qo'rqmaydigan, yo yolg'onchi deyishidan qo'rqmaydigan, yo uni bir narsa deyishidan qo'rqmaydigan odamlar kishilik bir xil tartiblarni buzayotgan bo'ladi. Masalan, fiqh kitoblarimizda aqto'sak, burungi qadimgi zamonlarda kalığı mingen adamning guvohligini qabul qilmaydi. Mishqa adolatda masala bor deydi. Bu nima degan gap desa, endi kalığı minish desa bizga nisbatan g'ayrat tuyuladi-da, g'ayrat tuyuladi-da. O'z vaqtida kalığı minish normal odamdan qildigan ish emas. Andakini ba'zi ustozlarninki motosikletga mingan odamni shu adolatning qatoriga tushirayotgan ahvol bor. Bu bizga nisbatan g'ayrat tuyuladi. Bu nima degan gap desa, shu ustoz shu gapni degan jamiyatda motosiklet minmaydigan jamiyat. Illaki motosiklet minsa haytaq yo'ldan chiqqan Alaqı bir xil jamiyatda bir xil tartibdan chiqib ketgan bir balla bor. Alaqı nima deb sifatlaymiz endi ularni? Bir xil balla endi. Shunda balla alaqı moto minadi jamiyatda, qolgan normal odam moto minmaydigan jamiyatda moto mingan odamning guvohligi deydi. Ammo bu gap yana umumiy emas. Chunki har jamiyatning odimiyligi, jamiyatning ijtimoiy qoidasi o'xshamaydi. Masalan, hozirgi jamiyatimizda chochlarini beshining ikki tarafini tushirib o'tib, o'ttirini munda qo'yib, alaqı qizlarning buyib olib quloqlarga tumirlarni selib oladigan, alaqi bir xil iskeletlarning rasmi va maykalarni kiyib olib, ishtonning tizlarini yirtib olib, normal odam yuradigan qiyofatdan chetnab bir xil g'ayri yuradiganlar va bularning mushqa tarqatib adolat yo'q deb tushunsak bo'ladi. Üçüncü şart zaptur ruvat degani cho'qim raviylarninki shu hadisni asli qoldirib saqlashi sog'lom bo'lishi kerak. Qaysi nuqtadan desa, ya'ni hadisning raviylaridagi har ravi zaptisi to'liq bo'lishi kerak. Ya sadr zaptisi degan gap hadisni asli tutib, mana ko'nglida, o'zining isida qoldirib saqlay oladigan bo'lishi kerak yoki zaptni kitobga yozish orqali sog'lom qoldirish kerak. Masalan, bir raviy va hadisdan to'xtamay yozadi, asli qobiliyati maslaga chiqadi. Agar shuni sog'lom yezib qoldirib, kinkilarga shu yozgan pit yetkazsa, buning zaptisi to'liq deb hisoblanadi. Favqulodda yozgan xotirlar yutib ketib qolsa, yo suvda aqib ketib qolsa, yo ko'p ketib qolsa, bu odamning shu yozgan hadislari, shu yozgan hadislari va kuyib ketgan hadislar sohasida odamning hadisi qabul qilinmaydi. 4-chi shart adami shuzuz degani, shuzuzlik olmaslik degani hadis shaz olmaslik. Ana shuzuzlik degani nima desa, o'zi bir ishonchlik hadis, ishonchlik raviyning hadisi. Mush ishonchlik raviyning hadisininki o'zidan ishonchlikroq yana bir hadis qizib kelib qolishi, ma'lum bo'g'ay, shuzuzlik o'g'ay. Bunda ahvol topilib qolsa, yana ikkinchi hadisni qabul qilinmaydi. 5-inchisi illat olmaslik degani hadis illatlik. Illat degani nima desa, hadisning sahihligiga ta'sir etkazadigan yushurun tutuq bir sabab. Ammo zohirga qarasak, hadis bunday sabablardan sog'lom qiliqliq. Ammo shu illat haqida amaliyotda mustalah kitoblarida aniq bir tushuncha berilmaganlik. Chunki sabab ma illatning ta'rifatida bu illat yushurun tutuq illat bo'lishi kerak deganlikchu. Buni asosan odatdagi normal odamlar bayqay oladigan emas, balki inchki muhaddislar hadisga pishib ketgan, hadis ularning mizojiga aylanib ketgan muhaddislarda hadislarda mayli mazmun jihatda olsun, yoki ibrat jihatda olsun, yoki hadisning boshqa hadislar bilan bo'lgan bog'lanish, islomning ro'yi uyg'unlish jihatda olsun, bir xil hadisning sahihligiga ta'sir etkazadigan inchki nuqtalar bor. Shu hadisning illati deb hisoblanadi. Shu bizga nisbatan hadisning ziyoda aniq tushuncha emas-chu. Demak, xulosalasak, sahih hadisning ta'rifatidan sahih hadisning shartini bilib oldik. Sahih hadisning sharti qancha ekan? 5. Birinchisi ittisolus sanad, ikkinchisi adolatur ruvat, üçüncüsü dabtur ruvat, dördüncüsü adamı şuzuz, beşincisi adamul illa. Muşu şartlar tepilse hadis sahih oludu. Endi ma yuqoridagi tilg'agan 5'i hadisning ta'rifatini bulalaydi, shartlarini bulalaydi. Şu Abdur aslida shurutuhu degan o'rinda kelib, ta'rifatning izohatidan shu oydinlashdiki, to'liq qilinish vojib bo'lgan hadisning shartlari, cho'qim hadis, hatto hadis sahih bo'lish uchun hadisda to'liq qilinish zarur bo'lgan hadisning shartlari 5 deb kelib, bular birisi ittisolus sanad, ikincisi adalatur ruvat, üçüncüsü dabtur ruvat, dördüncüsü adamul illa, beşincisi adamul şuzuz deb 5 şartni qildi. 5 şart
sahih hadisning sharti yoki sahih hadisning ta'rifati. Sahih hadisni tushunadigan desa, bu 5 xil alohidlikni so'zlab kelib, hadisda 5 xil ahvol bo'lishi kerak deb pasakmi bo'ladi. A 5 xil holatni so'zlab pasak yoki 5 xil shart deb shart bayon qilsakmi bo'laveradi. فإذا اختل شرط واحد من هذه الشروط الخمسة مشو بشرطن برا شرط خلل go'shursa hadis vaqtda sahih bo'lmaydi. Qaysi bir nuqta olsun. Masalan buning misoli mush Sahih Muslim bilan Sahih Buxoriyda keltirilgan har qanday hadis mushu sahih hadisning shartiga tushadi, chunki Sahih Buxoriy bilan Sahih Muslimning to'plash prinsipida sahih hadisning boshqasini to'plamagan. Mesela İmam Buxoriy uzun sahih kitabı chiqargan hadis haddasana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an ibn Shihab an Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im an abihi qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. ما هذا الصحيح؟ نمش قادسة çünkü bunun sebepleri mandaq. Birinci şart bunun senetleri muttasil. Çünkü bu hadisning her ravilerden her ravi bunu özünün üstündeki şeyh degeni öz hadisini anlagan, üstündeki adamdan anlagan. Ama müşekkeге vaqtda bir hadisga qaytadan qarasak, menda bir ahvollar borda. Hadisninki akhbarana Malikning keyingi qismida an ibn Shihab, an ibn Jubayr ibn Mut'im, an Abi deb anwa. Bu muallaqi inshaalloh hadisning oxiri bo'lgan uchun sizlar an deb qo'yamiz. An labzdan rivoyat qilingan debchi. Bu hadisni sahih demdoq, nasahih demdoq desa, sahih demdoq, nasahih demdoq desa, inshaalloh kitobning oxirida bayon qilinganidek an hadis siqaladin, ya'ni tadlis bilan tunilmagan, tadlis qilib hadislarni igiz pas qilib tadlis deganlar ravilarni uyushtirib shu boshqa shakllarmi bor bularninki. Tadlis bilan tunilmagan ravilar olib qolsa sahih gamlar qilinadi. Ammo tadlis bilan tunilgan olib qolsa hadisni mudallas deymiz. Mayada amma Malikning, Ibn Shahabning, Ibn Jubayrninki andir degani an Malik, an Ibn Shihab, an Ibn Jubayr degan ma iboratlarning hammasi ittisolliq hamla qilin, chunki ular g'ayri mudallis degani shu bular tadlisdan turilmagan bo'lg'achqa, sahih deb fiqa deb ishonch qilingan bo'lg'achqa bu ittisolliq hisob. Demak, birinchi shart hozirlandiki, hadisning butun raviylari muttasil. Ikkinchidan, buning raviylarining hammasi udul zabitun degani hammasi adil. Bunu mavu cerhi ta'dil ulamalarının qaşqı sifatları degani mishaki yoqda o'quvchilar deyishi mumkin. Bularning adil zabit ekanligini qanday bilamiz ustoz deyishi mumkin. Buni sizlar xafliq tatmisanlar bo'ladi. Cerhi ta'dil ulamolari har bir raviyning hammasiga baho qo'yib chiqib bo'lgan. Agar sizlar masalan bir hadisni tahrij qilishni o'ylasanglar, cerhi ta'dil ulamolarininki shu har bir ulamalar, har bir raviy haqida degan gaplarni asos qilib turib hadisni tahrij qilib chiqarsanglar bo'ladi. Bu ikkinchi sharti tamam. Yani qarab baqsak Abdullah ibn Yusuf fiqa mutqinda baho birliklik. Malik ibn Anas imam hafiz. Biz darsning boshida Atallahni bir tushuntirib o'tgan hafiz deb bir imom degani bir mazhab peshvosi hamda bu. Hafiz degani muhaddisni ko'rsatdi. Uchinchisi Ibn Shihab az-Zuhri degani bu odamni o'zi faqih. Buni sifat vakana hafiz. Ondan keyin nima bu odamning ulug'liq va ishonchlik, mutqin ekanligiga, mutqin ekanligiga ittifoq kelgan bir odam. Muhammad ibn Jubayr fiqa adam. Jubayr ibn Mut'im sahabi. Sahabi degandan keyin tashvish ketmaydi. Nechinchi shart tepilib bo'ldimda, ikki shart tepilib bo'ldi. Ya'ni 3 shart hisobda. Birisi isnodi muttasil, ikkinchi shart bularning hammasi adil, uchinchisi bularning hammasi zobit. To'rtinchi shart mahadis g'ayri shazadis degani o'zidan ishonchliroq yana bir hadisga zid kelgan hadis emas ma'vo. Chunki mahadisning kuchli yana bir hadis zid kelib boqmadi. Beşincisi bu hadisda illatlardan hech qanday illat yo'q degani, illat surishtirib qiladigan, illatni bahs qiladigan ulamalar ma hadisda hech qanday illatni bor demagan. Hatto agar sizlar biz farzand bir taqdir muhaddis bo'lib qilib illatini bayqiyalasak, shu illat mo'tabar illat bo'lib qolsa, hadisning zaiflik, sahihligiga ta'sir etadi. Illatni bayqiyamasak, hadis sahih bo'ladi. Ammo mo'tabar ulamalar ma hadisda illat yo'q deb baholadi, bas hadis sahih hisob. Anda olganda yuqorida biz sahih hadisni anglab o'tdik. Sahih hadisning hukmi nima desa, sahih hadisning hukmi ahli hadisning butun ijmo'i bilan amal qilish vojib va usul ulama, fuqaholardan asoslanadigan, hisob qilinadiganlarningki ijmo'i bilan amal qilish vojib. Chunki sahih hadis shar'iy hujjatlardan birisi, musulmonning uning amal qilishini tashlashi to'g'ri emas. Chunki shariatda amal qilishga tegishli shar'iy dalillar 10 turlik. Birinchisi Qur'on, ikkinchisi nima? Sahih hadis. Qolganlari o'z o'rnida bayon qilinadi. Tamam. Endi bu yerda sahih hadis deganni tushunib o'tdik.
biz hadisga turib qarasak, muhaddislarning mundaq bir iboratlarini uchirtimiz. Hada hadisun sahihun deydi-ku. Hada hadisun g'ayru sahih deydi. Biz yuqorida sahihning tarafatini ko'rib o'tdik. Mishadan bir alohida nuqtadan birini sizlarga eskartib qo'yish to'g'ri keladi. Muhaddislarning bir hadisni sahih deb baholanganligi, qandaqdir ularning mushu hadis Rasulullohning og'zidan chiqdi deganligi emas. Makalangda bo'lsin. Balki muhaddis ulamolar hadisning ishonchlilik darajasini belgilash uchun o'tirib qo'ygan 5 dona shart muhaddisda to'liqlandi degan gap. Farzan bittaqdir birsen bu hadis zaif bo'lib qolishi mumkin. Zaif bo'lib qolishi mumkin. Shunga ahad hadislarni zanniy deymiz, ehtimollik degan gapda. Endi bir hadisni g'ayri sahih deb baholaganligi bu hadis cho'qqum zaif Rasululloh qat'iy demagan bu hadisni deganlik emas. Balki mushu hadisda yuqoridagi 5 shart topilmadi degan gap. Balkim bu hadis Rasululloh deb ravilarning o'zaro yo'tkilish jarayonida biror ravininki garchi mushu hadisni saqlab yo'tkilgan bo'lsa-mu, ammo sahihlik darajasiga to'shmaydigan ravi bo'lib qolganlik tufayli bu hadis boshqa tomonidan g'ayri sahih deb baholangan bo'lishi mumkin. Qanaqdir g'ayri sahih deganlik kaskin Rasululloh ma'jizini demadi deganlik emas. Shunga turmush gapni sizlarga tushuntirib qo'yib davatidi. Hada hadisun sahihun yoki hada hadisun g'ayru sahihin degan ulamoning manda gapidagi maqsad, ulamoninki hada hadisun sahihun degan gapidagi maqsad ma hadisda yuqoridagi 5 shart qatta haqqaq ro'yobga chiqdi, 5 shart tepildi degan gap. Qandaqdir bu hadis amaliyotda fi nafsil amr degani amaliyotda bu hadisning sahihligiga kaskin Rasululloh 100% hadisni deganlik emas. Nimishqa desa, fiqh odamning ba'zi xatoligi, ba'zi unutib qolish ehtimoli bor. Shunga xabar ahadlarni nima deymiz? Zanni, dalil zanni, ya'ni ehtimollik dalil deymiz shunga. Va ularninki hada hadisun g'ayri sahih degan gapdan majlisda yuqoridagi 5 shart tepilmadi, ya hammasi ya ba'zi degan gap. Qandaqdir u amaliyotda yolg'on deganlik emas. Nimishqa? Xatoligi ko'p, su'ul hifz bo'lgan, sayyi'ul hifz bo'lgan odamning ba'zida davomli as qobiliyat nachar odam degan davomli nachar bo'lavermaydi. Hamma narsani unutib qolavermaydi. Muhaddisni to'g'ri deb qolgan ehtimol mavjud. Andog'anda muhaddis sahih deganlik 5 shart tepildi deganlik. Muhaddis g'ayri sahih deganlik 5 shart tepilmadi deganlik. Hammasiga ba'zisi. Endi ma'lum bir isnotlarning mutlaq sahih deb jazm qilish qilam desa, muxtar fikr. Ma'lum bir isnotda bu isnotlarning mutlaq sahihsi deb jazm qilinmaydi. Chunki sahihlik martabalarininki farqi dal isnotninki sahihlik shartlarining imkoniyatiga ega bo'lish bo'lmasligiga asoslanadi. Qandaqdir sahihlikning shartlarining hammasida darajalarning eng yuqorininki tepilishi kam bo'ladi. Masalan, 5 shart bor edi qo'yadizda. İttisal sanat bu tepiladi shundan. Adolatda hammadan o'xshash bo'lmaydi. Qandaqdir bir hadis yoki ma'lum bir isnotdagi ma'lum bir ravilarning sınıfı, ma'lum ravilar sınıfı. Zodi a'la, taqvo, odil odamlar deb o'g'lanmaydi. Uning ichida bir tabaqatdagi odam bunday qo'yib qilishi mumkin. Yoki ma'lum bir hadisninki, ma'lum bir isnot tipidagi kishilarning sınıfı vaqti to'liq bo'lmaydi. Chunki ularning ichida ancha-muncha as-tush qobiliyati nachar odamlarmi bo'lib qolishi mumkin. Shunga mutlaq bir isnotga keskin sahih isnot digilolmaydi. Avlasi ma'lum bir isnotlarning mutlaq sahihsi deb hukm qilishdan nari turish kerak. Ammo shuni bilan birga ba'zi imomlardan eng sahih deb qaralgan isnotlar haqida ba'zi gaplar rivoyat qilingan bo'lib, zohirisi har imom o'zining qishida kuchli ko'rgan isnotni shu o'zi tarjih qilgan ahvol bu. Andogan masalan bir ko'rib baqsaq, yuqoridagi so'zlarning qatoridan masalan Zuhri Salimdan Salim nimasidan dadisdan buni Ishaq ibn Ravih va Ahmaddan bu rivoyat qilingan yuqoridagi. Demak, Imom Ahmad nazridagi eng sahih isnot deb qaralsa bo'ladi. Ibn Sirin Abidadan u Alidan bu İbnül Medeni ve Fallas'ın karşıdaki en sahih isnat. A'mash İbrahim'den ve Alqim ibn Abdullah'dan bu İbn Ma'in'in nazarındaki. Zuhri Ali'den, Ali ibn Hasan Hüseyin'den, o dadısın o Ali'den. Bu Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe'nin karşıdaki. Malik Nafi ibn Ömer'den. Bu Bukhari'den. Demek ki yukarıda bir qancha xil çoğun muhaddislerin ismi tilg'alinib, shularning nazaridagi sahih deb qaralgan isnotlar bir qur deb o'tildi misol tariqida. Agar biz İmam Ahmadninki Musnad İmam Ahmadga olsak, Zuhri Salimdan Salim dadasidan degan isnot İmam Ahmad nazarida eng sahih isnot. Chunki
İmam Ahmad Teşhuş orqali shuni sahih isnodda baholagan, ammo mutlaq sahih isnodda baholashga bo'lmaydi degan gapda va boshqa kitoblarning boshqa muhaddislarninki nazridagi sahih isnodlarmi shu. Bu alaqa ma'lum imomga nisbatan eng sahih isnod hisoblanadi, lekin mutlaq ma'u sahih isnod, eng sahih isnod ma'u isnodda baholaga bo'lmaydi. Tamam, unda olsa ma huwa musannaf fi sahih al-mujarrad. Xolis sahih haqidagi tunji yazilgan kitap qaysi desa, avval musannaf fi sahih al-mujarrad. Xolis sahih haqida yazilgan tunji asar Sahih al-Buxoriy, undan keyin Sahih Muslim. Ma ikkisi Qur'oni Karimning qapqasi kitoblaridagi eng sahihsi. Ummat ma ikkilarning kitobini qabul qilib elishqa hamiz ijmoga kelgan. Ma nuqtada ixtilof yo'q. Endi ikkisining qaysisi yamayada bir-birlikka balki mesela surishing ehtimolli savollarni aptur o'zi so'rab, o'zi javob beribdi. Bularning hammasiga nisbatan intayin foydali qani kallanlarda to'qnashib qolgan ba'zi masalalar oydinlashib ketadigan gap. Ammo mesela bir savol shaklidagi nazariy gaplar o'g'achqa tezroq desak bo'ladi. Ma shu kitobning qaysi sahih desa, Buxoriy sahihroq va ahamiyat jihati ko'proq. Ashta deyishimizning sababi chunki Buxorining hadisi isnodining muttasil bo'lishida olsun, rijollarining raviylarining ishonchli jihatda olsun, anondan yuqoriroq. Ashaddu ittisolan degani bakroq muttasil va awsaq rijolanki raviylar jihatda bakroq ishonchli. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab, ikkinchi sabab chunki Buxoriyda fiqhiy yakunlar bor. Imomul Buxoriy har bobdagi hadislarning yakunlarini bob mavzusiga yakunini olib qo'ygan. Ammo Imom Muslim hadislarni to'plagan xolos, hatto babni qo'ymag'liq. Babning ko'pincha mavzularini keyingi sharhlar Imom Navaviy o'xshash sharhlar qo'yag'liq masalan. Va Sahih Muslimda yo'q hikmatlarni o'ziga hukmlarni o'ziga olgan inchki nuqtalar Sahih Buxoriyda bor. Ma nuqtadan Sahih Buxoriyning ahamiyati sal bakroq. Endi Sahih Buxoriyning sahih bo'lganligi Sahih Muslimdan faqat umumiy e'tibor bilan. Qanaqdir Sahih Buxoriy Sahih Muslimdan sahihroq desa, Sahih Buxoriydagi har hadis Sahih Muslimdagi har hadisdan sahihroq deganlik emas. Balki umumiy nuqtadan sahih, ammo Sahih Muslimda Sahih Buxoriydan sahihroq hadislar mavjud bor. Xuddi ikki komandani A komanda, B komandadan futbol komandasida kuchliroq desa, qanaqdir A komandadagi har bir futbol top tepkuchi, B komandadagi har bir top tepkuchidan kuchli deganlik emas. Balki B komandada A komandadan kuchliroq odam bor, lekin umumiy komandaning ahvolida A komanda kuchliroq degani umumiy ahvoldan qaratib deyilgan gap. Xuddi shunga o'xshaganlar Sahih Buxoriy sahihroq degani umumiy e'tibor bilan deyilgan gap, ammo har hadisning sahihroq deganlik emas. Unda olmaganda Sahih Muslimda bir qism Sahih Buxoriydagi bir qism hadislardan kuchliroq hadislar topiladi masalan. Ba'zilar deyildi Sahih Muslim asah deydi, lekin to'g'risi shu birinchi fikr, ya'ni Sahih Buxoriy asahroq deb qarasak bo'ladi. Anikin yana bir savol tushdi. Hal istaw'aba sahiha amil tazamahu. Ya'ni bu ish bilan Sahih hadislarning hammani kitobning ichiga o'ziga oldirganmi yoki shart qilganmi desa, Buxoriy Muslim o'zining ikki sahih kitobida ikki Sahih hadislarning hammani o'ziga olib bo'lmagan, hatto o'ziga olishni shart qilmaganligini. Demak, butun Sahih hadislar mushundagi sahih, qog'oyada Sahih hadis yo'q, unda ish yo'q. Hatta Buxoriy rahimahulloh deydi, men jami' kitobimga faqat sahih o'g'alarini kirgizdim va sahih hadislardan nurg'unlarini tashlab etdim. Li holat to'ldigini deb uzrab ketganligi uchun deb mana gaplar bor. Demak, mashqisining sirtli kitoblarida sahih hadis bor. İmam Muslim deydi, "Leysa kullu şeyin indi sahihin wada'tuhu hahuna." Degani, mening qishimda sahihlik bo'lgan butun hadislarni kitobga qo'ydim, unda ish yo'q. Faqatla menmaningda ijmo qilganlarini boshqalarni sahih deb qaraganlarini qo'ydim degani, eng tanlab qo'ydim demakchi. Demak, buningdan boshqami? Ya'ni sahih hadislar bor demakchi. Anda olsa, Sahih Buxoriy bilan Sahih Muslimda kirgizilmagan sahih hadislar bo'lganidan kirgizilmagani xeyli ko'pmi ozmi desa, ya'ni hal fatahu ma shay'un kathir aw qalil min as-sahih. Ya'ni mashko'langa sahih hadisdan ko'pligan hadislar o'tib ketganmi degani, ko'p hadis sirtdimi yoki ozmi desa, Hafiz ibn Ahram davotida bu ishkisiga bir qism o'tib ketgan deydi, lekin ma gap inkor qilingan gap. Sahih esa mashkisiga nurg'un nas o'tib ketganligi degani, Sahih Buxoriy, Sahih Muslimda yo'q, nurg'un sahih hadislar bor. Imom al-Buxoriyning mundaq deganligini naql qilinadi. Men sahih hadislarni tashlab qo'yganim ko'p degani, men kitobga kirgizgandan tashlab qo'yganim, sirtda tashlab qo'yganim ko'pdi. Yana bir o'zining gapida davotida, men deydi, sahih hadisdan 100 ming niyatlayman. G'ayri sahih hadisdan 200 ming niyat qilaman.
Doğanda Seyyid İslam 100 ming niyat qilgan İmam Buxoriy, Seyyid Buxoriy aran 4700 hadisni kirgizgan. Tekrar elvatgan vaqtda. Demek Seyyid Buxoriyda kirgizilgan hadis İmam Buxoriyning bir hadisninki 10dan 1 emas endi. 10dan 1 emas. Demek Seyyid İslamdan 10dan 9 hadis tahili kitapning nimasta sirtida degan gapda kam'iddatul ahadis fi kulli minhuma. Bu ikisining har biridagi Seyyid İslam soni qancha desa İmam Buxoriyda şu Buxoriydagi Seyyid Buxoriydagi umumiy cümletu ma fihi degan Seyyid Buxoriydagi umumiy hadislar 7275 hadis tekrarına qo'shgan vaqtda. Tekrar tashlayotgan vaqtda 4000 hadis. Muslimdagi umumiy hadis 12000 hadis tekrarlan qo'shgan vaqtda. Tekrar tashlayotgan vaqtda 4000 ga yaqin hadis bo'ladi. Tamam. Unda bo'lsa Buxoriy Muslimga 3 kutib qolib qolganligini kitobga kirgizmay qolib qolgan Seyyidlarni nereden topamiz desa, bu hadislarni biz mashhur mu'tamad kitoblardan topamiz. Masalan, Sayyid ibn Xuzaymaga o'xshash, Sayyid ibn Hibbonga o'xshash, Mustadrakul Hakimga o'xshash 4 sunan, Nasa'iy, Ibn Majah, Tirmizi, Abu Davud qatorliq Sunan Daruqutniga o'xshash, Sunanul Bayhaqi va undan boshqa Sayyid kitoblardan, hadis kitoblaridan izlab topamiz. Ondan keyin biz ma bir nuqtaga alohida diqqat qilish kerak. Sahihul Buxoriy bilan Sahihul Muslimda kelgan hadislarni surishtirib qilmaylar osonlar bo'laveradi. Sahihul Buxoriyda kelgan hadislar bilan Sahihul Muslimda kelgan hadisni surishtirib qilmasdan, uni sahih zaifini ayirib o'tmasdan osonlar bo'ladi. Chunki Imomul Buxoriy, Imom Muslim o'zining ma ikki kitobiga faqat sahih hadisni kirgizganlik. Ammo ma ikkisidan boshqa kitoblarga sahihni ilig'liq, g'ayri sahihni muqannaqliq ilig'liq. İlla ki bir kısım musanniflar, bir kısım muhaddislar fakat sahihlam alaman degan musanniflar var. Bularning kitobining ismi sahih deb keladi. Bunda hadislar, bunda kitoblarga sahihlam ilig'liq. Ammo kitobining ismiga sahih deb qo'shmagan. Ya'ni aniqroq degan vaqtda mualliflar, muhaddislar kitobiga sahihlam alaman demay, sahihnimi, hasanmi, hasandan tuvanmi olgan kitoblar var. Bulardagi hadislarni o'rgangan vaqtimizda cho'qim hadisdagi baholarga alohida diqqat qilish, shu kitobning mualliflari, muhaddislari bergan bahoga va boshqa muhaddislar bergan bahoga, ya'ni bu hadis sahih yoki bu hadis zaif degandek bahoga qarab turib emas, tushunib turdi. Endi hadisninki yuqoritilgan kitoblar tepilishlar yetarli emas. Balki cho'qim hadisning sahihligiga aniq nas ishorat qilinish kerak. Illa kamdi sahih hadisni chiqarishga to'xtashni shart qilgan manda kitoblar olib qolsa, o mayli. Masalan, Sayyid ibn Xuzaymada faqat sahih hadisni alaman deganlik, ma hadislardagi hadis bo'lib qolsa sahih deb olsak bo'laveradi. Ammo qolgan, masalan, sunanlarda, Daruqutniynikida, Darimiynikida chiqib qolgan hadislarni cho'qim shu kitobning avtorlari bergan baholi va sahih yoki hasan yoki boshqa degandek. Yoki boshqa muhaddis bergan baho va shu baho bo'yicha qanday qilsak bo'ladi, olsak bo'ladi. Endi biz shu asosda yozilgan kitoblardan 3 ni misol qilib sizlarga tushuntirib qo'ymoqchi. Endi bir sizlar ilmul hadis o'qiyotsalar, hadis kitoblarininki amaliy ahvolidan ancha-muncha xabar topishinglar kerak-da. Abtur mush nuqtadan aytdi esil ish qilgan. Abtur bu yerda Mustadrakul Hakim, Sayyid ibn Xuzayma, Sayyid ibn Hibban haqida bir azroq gap qilmoqchi. Al-kalam ala Mustadrakul Hakim va Sayyid ibn Xuzayma va Sayyid ibn Hibban. Birinchisida biz Mustadrakul Hakimning gapini qilaylik. Bu hadis kitoblaridagi nayt zo'r bir kitob bo'lib, buning avtori bu kitobda Sahihaynning Shaykhayn degani Imomul Buxoriy, Imom Muslimning sharti yoki o ikkisining sharti bilan bo'lgan, ammo o ikkisi kitoblarda olmagan sayyidislarni tilga olgan. Ya'ni shundaqla o'zining qashdagi sayyidislarni tilga olgan, garchi o sayyidis ikkilarning birining shartiga tushmasin masalan. Nim deb desa, bu hadislarning isnodi sahih deb e'tibor qilib, muabiran degani shuni aniq ifodalab, ma'di sahih isnodi, ma'di sahih deb aniq ifodalab olgan. Ba'zi vaqtlarda sahih bo'lmagan hadislarni deb qo'yganmi kitobda, lekin sahih bo'lmagan hadislar askartib ma'di sahih emas deb qo'ygan ahvoli bor. Endi hokimning sal bir aybi sahih deb baholashda, tasihih degani sahih deb baholashda sal keng yo'l tutgan. Unda bo'lgandan keyin, mushuna nuqtani bilib olgandan keyin biz cho'qim ma'damning hadislariga shu hadislarning ahvoliga loyiq hukmlar bilan hukm qilib izlanish kerakki, sahih deb qo'yganlik bilan kupoylanmay boshqa muhaddislarning fikrini qarab baqish kerak. Endi bu odamning bu kitobini, Mustadrak nomli kitobini Imom Zahabiy iz qo'g'lab tashirib, uning hadislarining ko'pincha shu hadislarning ahvoliga loyiq hukmlar bilan hukm chiqargan kitob ham aniqlash va ko'ngil bilishga ehtiyojli kitob. Buni bilib oldik. Ikkinchi bizga depamoqchi bo'lgan kitob
Sahih ibn Hibban deymiz, ma kitobning tartibi muhtara degani ijodiy bir tartib. Bu kitob boblar bo'yicha radlangan emas yoki musnadlar bo'yicha, raviylar bo'yicha boblangan, tartiblangan emas. Shuningdek bu kitobni At-Taqasim val Anwa' deb bunda atagan. Manda kitobdan, Sahih ibn Hibbanning kitobidan hadisni izlash asir jiddan bektas. Chunki hadis yo bobga bilinish kerak. Biz tahoratga munosabat hadisni tahorat bobidan izlasak bo'ladi. Salatga munosabatlik hadisni salat bobidan izlasak bo'ladi. Yoki bo'lmasa raviylarga bo'yicha tizilish kerak. Abu Hurayraning hadisini Abu Hurayraning bobidan, Aisha radhiyallohu anhaning hadisini Aisha radhiyallohu anhaning bobidan izlash kerak. Ma'uning tartibi yo bob bo'yicha bilinmagandan keyin yoki raviy bo'yicha bilinmagandan keyin hadis tafish sal qiyin. Keyingilarning ba'zilari buni bob bo'yicha radlab chiqqan. Bu kitobning musannifi, ya'ni Ibn Hibban hadisga sahih deb hukm qilishda sal keng yo'l tutuqliq, lekin mening keng yo'l tutishi hokim qilgan vaqtda azroq degani, aning qilgan vaqtda masalan chinroq demakchi. Mening sal kuchliroq demakchi-da. Uchinchisi Sahih ibn Huzaymaga kelsak, bu hamda Sahih ibn Hibbandan martabasi sal yuqori. Andoganda 3 kitobning ichidagi eng yuqorisi Ibn Huzayma bo'lib chiqdi. Nimishqa Ibn Hibbanning aniq qilishidan qattiq olganlik uchun hattoki isnotdagi oddiy bir ayib yusidanmi hadislarga sahih deb baho berishda to'xtab oldigan munda bir ishlar. Demak, ma'o bir xil hadisning sahihlik darajasini ham oshiradigan bir sabab deydi. Ondan keyin mustahraj deb bir kitoblarning gapini anglaymiz. Mustahraj, masalan, al-mustahraj ala sahihul Buxoriy yoki al-mustahraj ala sahihul Muslim yoki ala sahihayn degandek bir nomlar bilan ismiga mustahraj qo'shilgan bir hadis kitoblari bor. Bu nima degan gap desa, mustahrajning temasi degan nima degan gap mustahraj degan desa, bunday gap. Musannifdan birisi, ya'ni ma'lum bir muhaddisdan birisi hadis kitoblaridan bir kitobga kiradigan oldiga ya Buxoriyni keladi ya Muslimni keladi. Shu hadisning, shu kitobning ahadislarini Mushu kitobning sohibining yo'lidan boshqa o'zining isnatlari bilan tahrij qilindigini menda endi bulumi muhaddis bo'lg'achqa xuddi Imom Buxoriy hadis to'plagan o'zi hadis to'playdi. Lekin bular bir kitobga hadis to'plashda xalqlar to'plab olmaydi. Balki Sahih Buxoriy desa, Sahih Buxoriyni akilib, hadislarni ko'zini ko'chirib chiqib, shu hadislarning ichida o'zi ma'lum yo'llar orqali rivoyat qilgan hadislar bor. O'zi shunilla elib kitob qilib to'playdi. Albatta bular boshqa hadislarni rivoyat qilib, lekin maktabda o'zi qaysi kitobga tahrij qilmoqchi bo'lsa, istiqror qilmoqchi bo'lsa, masalan, Buxoriyni nishon qilgan bo'lsa, Buxoriyning ichidagi, ammo Buxoriyning yo'li emas. Hadisni Buxoriy rivoyat qilgan, lekin madammi bu hadisni boshqa yo'llar rivoyat qilgan. Ana madam o'zining kitobiga Imom Buxoriyning mush hadisini Imom Buxoriyning yo'li bilan emas, o'zining yo'li bilan oladi. Ana ma hadis metni jihatda Imom Buxoriydan o'xshash, lekin yo'l jihatda Imom Buxoriyning yo'li emas, madamning yo'li. Manda hadislarni biz maxsus mushtaqidlar to'plangan kitoblarni mustahraj deb ataymiz. Imom Buxoriyning nima uchrashdi desanglar, ya o'zining ustozida yoki ustozning ustozida ayaga qo'ygan uchrashib qoladi. Nima uchun bu bir Imom Buxoriyga o'xshash bir muhaddis. Rivoyat qilib, berib, ikkisi yo'lning oxirida uchrashib qoladi. Yoki uning ustundagi odam uchrashib qoladi. Masalan, bu soat yozilgan kitoblardan Sahihaynga istikhroj qilib chiqarilgan kitoblarning dangliqi Al-Mustahraj li Abi Bakr al-Ismoili Buxoriyga, maxsus Buxoriyga istikhroj qilingan kitob. Al-Mustahraj al-Muslim, ya'ni Abi Awan al-Asfarayiningki, Al-Mustahraj Abi Nuaym al-Asbahaniningki Buxoriyga ba, Muslimga ba, har ikkisiga ba mushtaq kitoblar bor endi. Endi mustahrajatlarning avtorlari shu mustahrajatlarda alfozildimi sahihaynga moslashishni shart qilgan bo'lsa, unda emas. Imom Buxoriy bir hadisni rivoyat qildi deyli. Chuqur mustahraj qilgan haliqi muhaddis shu hadisning har bir so'zlariga o'xshash hadislarni istikhroj qiladi yoki ma'ni jihatda umumiy qurilma jihat o'xshash bo'lamdi desa, mal mustahrajat kitoblarning avtorlari ikkilangan Buxoriy va Muslimga alfaz jihatda moslashishni shart qilmagan. Chunki ular faqat o'zlarining shayx yo'llaridan yetib kelgan alfaz. Chunki mana bu nuqta kalongda bo'lsin, qanaqdir bo'lib Buxoriy hadisini o'g'irlagan gap emas. Muslim hadisini o'g'irlagan gap emas. Faqat o'zi rivoyat qilgan hadislarning ichidan Buxoriyda barlarini, Muslimda barlarini ayrim hadis qilib to'plagan yeri bor. Hadisning kuchi eshidi. Yoki Buxoriyning hadisi 5 tabaqatli bo'lib qolsa, men 4 tabaqat qilsa, mening isnodi oliy bo'ladi.
isnod oliyda bir gap bor, uni inshaalloh kitobning oxirida tushunasizlar. Buxoriyning isnodi 5 tabaqat bilan bo'lgan isnod bo'lib qolsa, ma'lum 4 tabaqat bilan bo'lsa, Buxoriyning ustozi yoki ustozning ustozi uchrashgan bo'lsa, ma'lum isnodi anidan oliyroq bo'ladi. Ma'lum uchun o'zining biladigan hadislarining ichidan Buxoriy, Muslimda bor hadisni bir kitobga to'playdi. Qanaqdir u anidan o'g'ilgan gap emas. Shunga Buxoriyning qanday olib ketishini qanday nazar, ma'u o'zining ustozidan anglagan bo'yicha to'playdi. Ba'zi alfozlarda ancha-muncha egizmaslik ko'p qolsa bo'laveradi degan gap. Shunga bu hadislarda ba'zi alfozlarda ancha-muncha tafovut farq bo'lib qolgan, asl bo'lib qolgan. Shuningdek, ilgirki mualliflar o'zining mustaqil asarlarida chiqargan hadislar shunga o'xshaydi. Masalan, Bayhaqi, Bag'aviy va boshqa deydi bular bir hadisni kelib qo'yib Buxoriy rivoyat qildi deydi. Muslim rivoyat qildi deydi. Lekin ba'zida ma'na alfozlarda ancha-muncha nima bor, ba'zi farqlar bor. Endi bularninki Buxoriy rivoyat qildi, Muslim rivoyat qildi degan gapning maqsadi nima desa, ma'nosinin aslini Buxoriy Muslim rivoyat qilgan degan gap. Lekin bular bu hadisni Buxoriyning Muslim hadisini ko'chirib emas, o'zining yo'llari bilan rivoyat qilgan hadislarni akilib, ammo bu hadis Buxoriy Muslim tarafidan rivoyat qilingan bo'lgancha, ashlarni akilib Ravahul Buxoriy, Ravahul Muslim deb qo'ygan gap. Mana biz mustaxraj deb ataymiz. Tamam. Hal yajuzu an nanqula minha hadithan wa naghzuhu ilayhima. Anda mustaxrajat kitobdimi Buxoriy Muslimning hadisida bo'lgan ekan, mustaxrajat kitobdan bir hadisni akilib, hadisni Buxoriy rivoyat qilgan desak, to'g'rimi, to'g'ri emasmi deydi. Ya'ni biz mustaxrajat kitoblardan bir hadisni naql qilib akilib, bu hadisni Imom Buxoriy Muslimga nisbat bersak bo'lamdi desa, binoan ala ma taqaddam, yuqorida o'tganga binoan bir shaxsninki mustaxrajatlardan yoki bayatni tilg'anilgan kitoblardan bir hadisni naql qilib bu hadisni Buxoriy Muslim rivoyat qilgan deyishi to'g'ri emas. Illaki ikki shart bilan. Birinchidan, hadis ishkining rivoyatiga to'l kelish kerak. Bu bir. Ikkinchisi, shu mustaxrajning avtori yoki musannif akhrajahu bi lafzihi deb magabni qo'shib qo'ygan bo'lsa, biz shuni o'tayinib turib bu hadis Buxoriyning hadisi desak bo'ladi. Agar ikki shart topilmagan ahvol ostida Buxoriyning hadisi desak, tuhmat bo'lib qoladi ma'va. Endi o'ylashinglar mumkin, ne foydasi unda qilgandan keyin. Buxoriyda tayyor tursa, Muslimda tayyor tursa, madam yine shu Buxoriy rivoyat qilgan hadisni o'zi ayrim rivoyat qilib, ayrim kitobda to'plab, buni mustaxrajat qilib olganim nima foydasi deyishinglar mumkin. Favoidul mustaxrajat ala sahihayn. Sahihaynga istikhroj qilib hadis to'plashning ahamiyati, sahihaynga mustaxraj qilingan kitoblarning hadislarininki nihoyatda nurg'un ahamiyatlari bo'lib, 10 ga yaqinlashadi. Imom Suyuti o'zining Tadribur Raviyda buni tilga olgan. Şu 10 turlik ahamiyatning ichidagi 3 turlik muhim ahamiyat deb qaralganlarini biz sizlarga bayon qildik. Birinchisi isnodning oliy bo'lishi. Dedim-ku, Imom Buxoriy o'zining ustozidan, ustozning ustozidan, tabiindan, sahobadan 5 tabaqatlar rivoyat qildi. Madam bu hadisni bevos Imom Buxoriyning ustozidan emas, Imom Buxoriyning ustozining ustozini rivoyat qildi. Tabiindan, sahobadan rivoyat qilgan bo'lsa, İmam Buxoriyga kelguncha hadis 5 tabaqatni o'tib keldi. Ammo men mustaxrajatdan Abdurrahim kelguncha 4 tabaqatdan o'tdi. Bunda ahvol bo'lib qoladi ba'zi vaqtda. Bu ikkining ne farqi bor desanglar, ma'no isnodi nazil, ma'no isnodi oliy bo'ladi. Unda hadisning isnodini ko'tarish uchun, isnodining darajasini ko'tarish uchun bunda rivoyat qilgan gap. Bu birisi. Chunki mustaxrajning avtori bir hadisni Imom Buxoriyninki yo'lidan rivoyat qilsa, masalan, bu mustaxraj rivoyat qilgan yo'ldan nazil bo'lib qoladi degani, Buxoriydan rivoyat qilsa, bu nechinchidan bo'lib qoladi? 5-chi, 6-chidan bo'lib qoladi. Agar Buxoriyning ustozidan rivoyat qilsa, darajasi Imom Buxoriydan teng bo'ladi, ya'ni isnod oliy bo'ladi yoki undan yuqori ketishi mumkin. Bu birinchi ahamiyat. Ikkinchisi, sahihlikning miqdori texnik ziyodalash. Shu nima ish qilsa, chunki bir qism hadislarda kelgan to'liqlama va ortiq alfozlar. Chunki ikki yo'ldan rivoyat qilingan mazmuni bir, ma'nosi yo'q. Ma'lum bir so'z ma'nosida bo'lib qolgan bo'lsa, hamda qarabligida ikki hadisning mazmuni to'liqlanib, bunda mukammallashadigan ekan. Bu ikkinchi ahamiyat. Uchinchi ahamiyati yo'llarning ko'pish orqali kuch hosil bo'ldi degani, ya'ni Imom Buxoriyning hadisi ma yo'l orqali rivoyat qilinganligi Imom Buxoriyninki yolg'iz kelgandan endi bir yo'lning avg'ini kuch avg'ini. Agar favqulodda Imom Buxoriyning hadisi boshqa hadislarni zikr qilgan vaqtida mustaxraj hadis qishig'i shunda kelsa, chunki ikkisining mazmuni bir emas, ma'ning tarjihat kuchlanib, ma'noda tarjih qilinib, qarshi turgan hadisga taqobil tura oladigan gap. Ya'ni buning ahamiyati zidlashib qolgan vaqtida tarjih qilish ahamiyati bor. Mana shu ahamiyatlari bor va qolgan ahamiyatlarini inshaalloh Tadribur Ravi yoki Muhammad Salah qilgan vaqtda ko'rsak bo'ladi.
ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان. Şeyhan İmamul Buxoriy, İmam Muslim rivoyat qilgan hadislarning ichidagi sahih deb hukm qilingan hadislar qaysi? Demak, Sahih Buxoriy bilan Sahihul Muslimda qaysi hadis sahih desa, avtorda aytadi, marra bina. Bizga yuqorida deb o'tdi. Buxoriy bilan Muslim o'zining Sahihaynga, ikki kitob sahih kitobiga faqat sahih hadisni kirgizdi. Ummat bu ishkalarning kitobini qabul qilib qanaqa topshirib oldi. Unda olganda shu kitoblarda sahih deb hukm qilingan hadislar qaysi hadis? Ummat qabul qilib topshirib olgan hadislar qaysi hadis? Ya turadigini deprancho. Desa javob bu ikkolan muttasil isnod bilan hukm qilgan, rivoyat qilgan hadislarning hammasi sahih deb hukm qilingan hadislar. Ammo isnodning bosh bir qismidan bir rivoyat, birdan ko'p rivoyat qilinsa, buni muallaq deb qo'yamiz. Bunda hadis Buxoriyda ko'p. Buxoriy ko'pincha babning tarjima holini hadisni uziblam oladi. Isnodi yo'q, hadisning bir parchasini uziblam oladi. Lekin bu babningki tushuntirish izohlar va muqaddimalarda, lekin bablarning asosiy qismida qat'iy yo'q. Hammasi muttasil hadislar, isnodli hadislar. Faqat muallaq hadislar nada bor babning ichida, babning tarjima hollarida bor. Ammo Muslimda bunda hadisni faqat bir hadis tayammum babida bu hadisni لم يصله في موضع آخر يعني bir o'rinda tavsil qilib ulug'magan endi ma yuqorida biz bayon qilgan muallaq shaklda kelgan Buxoriyga hadisning hukmi nima o'zi to'ndagidek bo'ladi. Ma kana minhu bi sigatil jazm. Shu hadislarning ichidagi jazm siyg'asi bilan kelganlari qala amra zakarada bu shu nisbat berilgan shaxsdan sahih deb hukm dedi o'g'andan keyin cho'qim degan bo'ladi. Hukm qildi yoki buyurdi, tilga oldi degandek. Jazm siyg'asi olmay bunda yurva majul siyg'ada yuzkar, yuhkar, ruya, zukra bo'lib qolsa nisbat berilguchidan sahih deb hukm yo'q bu yerda. Ammo shuni bilan birga sahih deb hukm qilganlik emas deganligimiz Sahih Buxoriy Muslimda zaif hadis bor deganlik emas. Sahih Buxoriy Muslimda ojiz hadis yo'q. Nimishqa ma hadisni sahih deb atalgan kitobga kirgizganlik uchun maqsad tushunsak bo'ladi. Xo'sh, endi sahih hadislarning martabalariga kelsak, marra bina bizga yuqorida o'tib ketdi. Ba'zi ulamolar o'zining nazaridagi eng sahih deb qaralgan isnodlarni tilga oldi. Shunga binoan va sahihlikning qolgan shartlarining imkoniyat ega bo'lish, hozirlanishga binoan bunaq deyishga bo'ladiki, sahih hadisning 3 darajasi bor. Lil hadis sahih 3 maratib 3 darajasi bor. Yani onun isnat rijallarga nisbatan ma 3 daraja birinchisi hadis darajalarining eng a'lo qismi. Bu nima desa, dal isnatning eng sahih yo'llaridan isnatlar rivoyat qilingan. Isnatning eng sahih yo'llaridan bo'lgan bir isnatlar rivoyat qilingan hadis eng a'lo martaba bo'ladi. Masalan, Imom Buxoriy nazaridagi Malik Nafi ibn Umar Imom Buxorining eng sahih isnodi ma a'lo martaba bo'ladi. Va duna zalika rutbatan degan darajat anadan tuan turadigan birinci isnatning rijallaridan sal adna turroq raviylar yo'ldan rivoyat qilingan hadis, masalan, Hammad ibn Salama Sabitdan Sabit Anasdan deb yuqoridan sal turroq turadi. İkincisi, üçüncüsü onun da derece tön turduğunu ise, yani ulağa thika degan sifat to'g'ri keladigan en to'g'ri keladigan narsaning eng adnasi ro'yobga chiqqan odamning rivoyatini bo'lganligini thika deb baholangan eng tuan darajalik odamlarning rivoyati. Masalan, Suhayl ibn Abi Salih Tadistan u Abu Hurayra degandek. Unda olganda bu 3 darajaga bilandimi? Mana tushunsak bo'ladi. Endi bunda biz aqama kitob bo'yicha o'ylab yoki raviy bo'yicha o'ylab, muallif bo'yicha o'ylab zodi qaysi eng daraja degan vaqtimizda va yaltahiqu bi hadhihi at-tafasil yuqoridagi tafsilotlarga sahih hadisni 7 martabaga taqsim qilish ham qo'shildi, shu bo'yicha tushunsak bo'ladi. Ya'ni rivoyat qilingan kitoblarga nisbatan, shu hadis rivoyat qilingan kitoblarga nisbatan u daraja tuandagidek. Birinchisi eng sahih hadis bizga nisbatan eng sahih hadis Buxoriy va Muslim ittifoq kelgan, ya'ni muttafaqun alayhi hadis. Bu birinchisi, bu eng a'lo martaba. Ikkinchisi Buxoriy yolg'iz rivoyat qilgan hadis. Uchinchisi Muslim yolg'iz rivoyat qilgan hadis. To'rtinchisi ma ikkisining sharti bilan bo'lganligini shartiga tushadigan, ammo Buxoriy Muslimga ilinmagan. Valam yukharrijahu degani Muslim bilan Buxoriy o'zining kitobiga olmagan hadis. Beshinchisi Buxoriyning shartiga tushadigan, sharti bilan bo'lganligini shartiga tushadigan, ammo Buxoriy o'zining Sahih Buxoriyga olmagan hadis. Oltinchisi Muslimning shartiga tushadigan, ammo Muslim uning kitobiga qanaqa qilmagan olmagan hadis. Yettinchisi endi ma Muslim bilan Buxoriydan boshqa imomlarning qishiga sahih degan hadis. Ma 7-chi Ibn Xuzayma, Ibn Hibbonga o'xshash, ya'ni Buxoriy va Muslimning shartiga tushmaydigan yoki o'sha ikisining birining shartiga tushmaydigan ma hadislar ondan keyin 7-chi daraja. Mush bo'yicha ayrasak bo'ladi savoqdoshlar. Yani birincisi
Buxoriy bilan Muslim ittifoq kelgan, muttafaqun alayhi. Ikkinchisi Buxoriy yolg'iz rivoyat qilgani. Uchinchisi Muslim yolg'iz rivoyat qilgani. To'rtinchisi Buxoriy bilan Muslimning shartiga tushadigan, ammo kitob qolmagani. Beshinchisi Buxoriyning shartiga tushadigan, kitob qolmagani. Oltinchisi Muslimning shartiga tushadigan, kitob qolmagani. Yettinchisi Buxoriy bilan Muslimning boshqa imomlarning qashida sahih bo'lib qolgan. Masalan, sunanlardagi va boshqa Sahih ibn Xuzaymadagi, Sahih ibn Hibbondagi hadislar, ammo 7-darajadagi nusulda. Endi shayxlar mana bir gapni anglab ketdingmi? Imom al-Buxoriy Shaykhaynning sharti, Buxoriyning sharti, Muslimning sharti deb, zodi sharti nima bir uqvollar desa, uqulmaydi buni demagan bo'lar. Andos qanda bayqaymiz desa, manda bayqaymiz. Imom al-Buxoriy hadis qabul qilishga sharti hech qachon bizga dapaga emas. Imom al-Muslimmo hadis qabul qilish shartini bizga dapaga emas. Nima desa, bir hadisning Imom al-Buxoriyning shartiga tushdi, Muslimning shartiga tushdi deganlik Imom Buxoriy rivoyat qilgan raviylardan kelib qolsa Imom Buxoriy shartiga tushdi. Masalan, Imom Buxoriy Nafi'ning hadisini qabul qilgan. Nafi'tin. Malikning hadisini qabul qilgan. Ibn Umarning hadisini qabul qilganmi? Boshqa imomlar Malik'ten, o Nafi'den, Ibn Umar'dan, üç raviyden başka imamlar rivayet qilgan bo'lsa, imamning rivayet qilgan hadisi Buxoriyning shartiga tushgan. Chunki Buxoriy ishonchlik deb olgan raviydan kelgan hadis bo'ldi. Unda uni Buxoriy qabul qilgan odam hadis bo'lganligi Buxoriyning shartiga tushgan bo'ldi. Shunga turmada aytadi, Shaykhan ikkisi shart qilgan. Shartni ochiq oshkor o'tirg'i qo'ymadi. Yoki Seyyidis'te ittifak kelganligi 5 shartlardan ziyada bir shartni muayyanlashtirgan ahvolni ochiqlashtirmadi. Lekin ulamaning ichidan bahs qilganlar ularga tashrish va aniqlashdan, bu ikkisining uslubini aniqlashdan, ulardan har biri o ikkisining sharti yoki o ikkisining birining sharti deb o'ylagan narsa oshkor maydonga chiqarganlar. Ham bu gap yomon chiqoqqa chiqib, bu sohada deyilgan eng yaxshi gap Shaykhaynning sharti yoki o ikkisining birining sharti degandan maqsad hadis aş iki kitapning raviylarning yo'lidan yoki o kitapning birining raviylarning yo'lidan rivoyat qilinsa shartiga tushdi degan gap. Ya'ni ikki shaykhayn ashlardan rivoyat qilishda shart qilgan kayfiyatga rioya qilib, masalan bayatni degandek Malik, Nafi ibn Umardan Imom Buxoriy rivoyat qilgan raviylar. Boshqalar shuning uchun rivoyat qilsa, Imom Buxoriyning shartiga tushgan deb tushunsak bo'ladi. Ana muttafaqun alayhi degan gap ittifoq kelgan deb tushundingiz bo'ldi. Shunda buning ma'nosi nima desa, ulamolar bir hadis to'g'riliq muttafaqun alayhi desa, bularning maqsadi shaykhaynning ittifoq kelgani deganlik. Ya'ni ikki shaykhayn bu hadisning sahihligiga ittifoq kelgan degan gap, qanaqadir ummat ittifoq kelgan deganlik emas. Lekin Ibn Salah deydi, ummatning ittifoqi shu hadisga ashundan o'zligidan keladi va hasil. Nimishqa ummat mashko'lan qabul qilgan, mashko'lan ittifoq kelgan hadisni qabul qilib topshirib berishga ittifoq kelgan. Mashkisi bir hadisni sahih deb ittifoq keldi, ummat mashko'lan hadisni olimiz deb ittifoq keldi. Unda o'ganda muttafaqun alayhi degani ikko'lan ittifoq kelgan hadis. Şununla ergiş bilan ummet ittifaq kelgan deb tushunsak bo'ladi deydi Ibn Salah. Endi sahihda cho'qim aziz bo'lish sharti yo'q. To'g'risi sahih hadisning aziz bo'lish shart emas. Buna deganlikning ma'nosi shart bo'lish, ikki isnod bo'lish shart emas deganlik. Chunki sahihayn va sahihayndan boshqa kitoblarda sahih hadislar topiladi-ki, o'zi g'arib degani isnodi bor. Amma ulamolar ba'zi cho'qim isnodi aqalli aziz bo'lish degan shart qilgan bo'ldi. Masalan, Abi Ali al-Jubba al-Mu'tazili hokim, lekin ma'gapi ummat ittifoq kelgan ko'z qarashning nimasi aksi. Chunki sahihaynda Buxoriy, Muslimda undan boshqa sahih kitoblarda nurg'un sahih hadislar bor, lekin isnodi nima g'arib. Biz darsning boshida xulosalab o'tdik. Qanaqadir g'arib, aziz, mashhur deganlik bir hadisning sahih, zaif deganlik emas. Belki bular raviyning son itibar bilan qo'yilgan atalg'u. Bunda ayırıp atalg'u qo'yishning sababi maqsadi tarjih qilgan vaqtida asqatish, mashhur hadislarning zaif va aziz hadislarning zaif va g'arib hadislarning nimasi va sahihsi va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Bugungi darsimiz bu yerda oxirlashsin. Inshaalloh kelasi soatlik darsimizda biz xabar ahadninki ojizlik, kuchlilik nuqtasidan ikkiga bo'lgan mardud maqbulda. Maqbulni ya'ni ikkiga bo'lgan sahih hasan deb birinchi qismini birga o'qidik, ikkinchi qismini inshaalloh kelasi soatda o'qiymiz.